Deganda o'sha ma'lumot o'g'irlab chiqqan taqdirda ham kalitni bilmaydi, o'sha shifrlashni ocha olmaydi. Mana oddiy super kompyuterlarni juda yaxshi bilamiz, juda katta super kompyuterlar bor, hamma davlatda o'ziga yarasha kuchli tizimda ishlaydi. O'sha kompyuterga o'sha shifrlangan ma'lumotni olib borib qo'yib, ochishga harakat qilgan taqdirda ham yuzlab yil ketadi. O'sha kompyuter o'sha shifrni o'sha tanlash orqali masalan, tanlash kodni terishi uchun tanlash orqali endi super kompyuter 1 daqiqasiga balki millionta, balki 2000 millionta kod terar. O'shanda 1 sekundiga. O'sha taqdirda ham 100 yillar davomida ketadi bitta kalitni topish uchun. Bitta kalit super kompyuter harakat qilgan taqdirda kodini ochish uchun. Super kompyuterga olib qo'ygan taqdirda ham nimasi aytgan o'sha birinchi ehtimol juda kamda. Tushunarli. Buzib kirish ham juda qiyin masala. Endi ikkinchi masala bor, ikkinchi variantini aytib o'tay, birdan tugataylik savolni. Ikkinchisi bu soxta fake xabar bo'lishi mumkin. Men aytib o'tganimdek, u qanchadir bir internetga kirib bir 100-200 kishi O'zbekiston fuqarosining ma'lumotini topgan, qanaqadir yo'l bilan ma'lumot topiladi. Hozirgi 15 ming ichida kursdagi rasm, 3 rasmi, boshqa ism familiyasi, tug'ilgan yili shunaqa ma'lumotlar turib, shuni fake sifatida qo'yib, masalan, unda 100 ta bo'lsa, menda yo'q 15 million ta odamniki bor, qana pul ishlash maqsadida ma'lumot qo'ygan bo'lishi katta ehtimol o'shada, fake ma'lumotda katta ehtimol bilan o'sha. U narsa ham haqiqatdan yiroq bo'lishi ham mumkin. Pul ishlash maqsadida qilingan narsa.